Assalomu alaykum, hammalaringizga yaxshimisizlar? Oramizda baliqchilar ham bor, baliqchilar ham bor. O'sha baliqchi akalar, masalan 5 gektar, 10 gektar, 20, 50, 60 gektar ekadigan baliqchi akalarimiz ham boshini egib boradigan bir akaxonlar bor-da. Mana bular yemchilar, yem chiqaradigan, o'sha baliqqa yem chiqaradigan akaxonlar bor. U akaxonlar hozir bosasizlar, bilmay qoldi, kuchayib ketdi rosa. Hozir o'sha akalarga bir yem chiqaradigan apparatni qilib bergandik, chiroyli qilib. Hozir o'shani yana bir komplekt so'rashyapti. Hozir o'sha tig'ini chiqarish jarayoni bo'lyapti. Hozir o'sha kesilgan pichog'ini qilib bergandim. Yana bitta qilib beryapman. O'zlaring ko'rib baho beraverasizlar. Bu live hack video, bu to'liq yem chiqaradigan akalarimizga. Shunga o'xshagan ishlar bo'lsa ham kelaverasizlar. Mana ikkinchi tig'i abo'ymani bo'lib, abo'ymadan qildik. O'tgan safar qilib berganimiz shunaqangi zo'r ishladi. Uzoq ishladi, ancha ishladi. Bu safargisi ham xudo xolasa uyaltirmaydi. Ishlarga omad, charchamanglar. To'kra xizmatlari bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa.